Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga Rasulullohning Madinada ilk tushgan uylari haqidagi hikoyani so'zlab beraman. Payg'ambarimiz alayhissalom Madinaga birinchi marta kelganlarida ansoriylarning har biri u zotni mehmon qilish orzusida edi. Hatto Rasululloh alayhissalomning tuyalarining jiloviga osilishib, u kishini uyiga taklif etishardi. Payg'ambarimiz alayhissalom jilovni qo'yib yuborishlarini o'tinib so'rar, tuya qayerga cho'ksa, uni o'sha uyga tushirajaklarini aytardilar. Nihoyat tuyalari u zotning qarindoshlari Adi ibn Najjor mahallasiga yetganida Abu Ayyub Xolid ibn Zayd Ansoriyning eshigi oldida to'xtab cho'kkaladi. Xolid Muaviya roziyallohu anhuning rahbarlik davrida Istanbul zabt etilish paytida halok bo'lib, shahar tashqarisiga dafn etilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyalardan tushdilar va inshaalloh turar joyimiz shu yer bo'ladi. Ey Robbim, meni muborak yerga tushirgin. Sen hamisha qutlug' joyni ato etguvchisan dedilar. Abu Ayyub Ansoriy radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhissalomning narsalarini ichkariga olib kirdi. As'ad ibn Zurora esa tuyaga yemish berish uchun uyiga olib ketdi. Bani Najjor mahallasining qizaloqlari Rasulullohni qo'shiq aytib kutib olishdi. "Meni yaxshi ko'rasizlarmi?" deb so'radilar sarvari olam. Qizlar "Ha" deb javob qaytarishdi. Alloh haqqi, men ham sizlarni jon dilimdan yaxshi ko'raman dedilar u zoti muborak. Abu Ayyub radhiyallohu anhuning uyi 2 qavat bo'lib, Rasulullohga 2-chi qavatini munosib ko'rdi. Biroq u kishi ziyoratchilar bilan ko'rishib, suhbatlashishning qulayligi uchun pastda turishni ixtiyor etdilar. Mezbon kelib ketib ko'payib, chang to'zon dam-badam sepilgan suvlardan hovur ko'tarilib, Rasululloh ozor chekishlaridan tashvishlangan edi. Chindan ham kunlarning birida suv solingan xum sinib ketdi. Er-xotin Rasulullohning ustilariga chakki o'tmasin deb suvni ko'rpaga shimdirib olishdi. Shundan keyin qo'yarda qo'ymay Rasulullohni yuqoriga qavatga ko'chirib chiqishdi. Birinchilardan bo'lib ansorlarning kattalaridan Said ibn Uboda, Asad ibn Zurora, Zayd ibn Sobit roziyallohu anhumning onalari turli tuman shirin ovqatlar pishirib kelishdi.